Assalomu alaykum. Bugungi biznes tashrifimiz Diamond dekor plastik ishlab chiqarish korxonasiga bo'ldi. Nafaqat plastik mahsulotlari, balki MDF mahsulotlari ham ishlab chiqarishar ekan. Ishlab chiqarish jarayonini yaqindan ko'rib o'rganamiz. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum Jahongir aka. Sog'lik salomatlik yaxshi. Salomatlisiz, sog'lik joydami? Sizlar rahmat. Sekin. Xush kelibsizlar. Ishlab chiqarish joyiga ketaveramizmi endi? Ha, yuraveramiz. Aka, asosan nechta turdagi mahsulot ishlab chiqaradi korxona? Bizda 4 xil yo'nalishda seximiz bor. Hozir 4 xil yo'nalishda sexni ko'ramizmi? 4 xil yo'nalishda sexni ko'ramiz. Asosiysi o'zimizda milliy mahsulotlarimizni, endi milliysi ham bo'laveradi, o'zimizda chiqargan chet elga eksport qilish bilan shug'ullanamiz asosan. Albatta ichki bozorda ham to'yintirgan holatda. Qaysi davlatlarga eksportlar qilasizlar? Hozirgi kunda Ozarbayjon asosan, Qozog'iston, yaqinda Armaniston boshladik. Armaniston davlatlariga eksport qilyapmiz. Qozog'iston, Qirg'iziston, endi avtomatik buni orasida Qirg'iziston yonimizda, Turkmaniston yonimizdagilarga hammasi. 5 ta davlatdan tashqari Ozarbayjon va Armaniston davlatlariga eksport qilyapmiz. Zo'r. Hozir birinchi bizni qaysi sexga olib ketyapsiz? Hozir bizni zavodimizda tanitgan, asosan biz zavod Dekor Plus nomi bilan tanilgan. Dekor Plus ishlab chiqarish jarayoniga olib kiramiz. Atdan keyin boshqa sexlarga o'tamiz. Ha, birinchi demak plastik mahsulotlarni ko'zdan kechiramiz. Albatta. Albatta hozir bizda yozda salqin bo'lgan joylarimizga kirib boryapmiz. Hatto o'sha men sizlarga aytgan Dekor Plus mahsulotlar ishlab chiqariladi. Bir kunda bitta fura mahsulot ishlab chiqariladi mana shu sexda. Qancha metr bo'ladi yo kiloga hisoblanadimi bu? Yo'q, hozir 15 ming kvadrat metr bo'ladi. Kvadrat metrga hisoblanadi. Kvadrat metrga hisoblanadi. Bu bitta furani tashkil qiladi. Bozor to'yintiramiz shunda. Ishlab chiqarish jarayonida ko'rsak bo'ladi yaqindan. Ular asosan osnovasi polivinilxlorid bo'lgan va qo'shimcha bir 12 xil mahsulotlardan, ximikatlardan tayyor bo'ladi. Aboylari Xitoydan keladi. Asosan aboylari bilan bular farqlanadi va bizni mustahkamligi bo'yicha. Mustahkamligini bu yerdan ko'rsak bo'ladi. Mustahkamlik mana shunaqa qilib qilsa bilinadi. Buni biz test rejimida. Yo'q, bu yupqa holatda bo'ladi bu narsa. Mashinaga bostiramiz. Avtomashinangizda boshib o'tishingiz mumkin. Buni ustida qanaqa lat yemaydi. Bular qoliplarimiz 5,5lik, 6lik, 7lik qoliplar bo'ladi. Ular chiqadi. Mashina bosib ko'ramiz hozir. Xo'p. Bizda endi mana shu yerdan mag'ini olsak, ag'i texnika xavfsizligi uchun xavfli hisoblanadi. Bizda u yoqda mikser jarayoni deymiz. Biz o'zimiz tilimizda bizda o'sha qorishmalar tayyorlanadi, xamir singari. Qorishma tayyor bo'lgandan keyin bunker tortib beradi va bu yerda xamir holatida olib kelib plastikda yarim tayyor holatda keladi. Bu jarayonda aboy yopishtiriladi. Juda ham issiq bo'lgan holatda. Bu issiqlikni sovutgani suvdan foydalanamiz. Suv yordamida sovutamiz. Batta ishlash sog'liq uchun hech qanaqa zarar bo'lmaydi, keltirilmaydi. Bu sexda ozroq chang bo'lishi mumkin. Bu changlar uchun biz albatta shu xato mahsulotlarni uzmaymiz. Har bitta ovqatda, polnikda albatta xato beramiz ishchilarga. Batta mana shu aboy yopishtirilgan jarayon ba'zi tayyor mahsulot bo'lib chiqadi. Endi bu texnologiya mana shu bitta liniyasi qancha turadi taxminan? Bular hozirgi kunda endi bu sir bo'la qolsin, hozir nima desa bo'ladi? 10 ming 15 ming dollardan boshlashdan o'ylar qismlari sotiladi, lekin bu hammasi bir-biriga bog'liq narsa bo'ladi. Masalan, bitta ikkita uchun bo'lmaydi. Chunki buning orqasida o'zining yarasha yordamchi qurilmalari bo'ladi. Ikkitaning o'zidan 10 ming 15 ming nozik bo'ladi. Lekin bu biznes uchun kamida bir 400 ming 500 ming kerak bo'ladi. Demak, kichkina sex qilib boshlash bu nevigidna bo'ladi. Tavsiya bermayman. Chunki xamir qiladiganingiz bo'lish kerak. Bu faqatgina non yopish bu, tandir xolos bu. Asosiy xamir qiladigan narsalari qimmat turadi. To'g'ri. Mana Dekor Plus mahsulotlarini kichkina yo'nalishda hali sex yo'nalishida ishlab chiqarish tavsiya berilmas ekanlar, Jahongir aka. Albatta. Chunki yana bitta bu qurilish materiallari bozori talabi juda ham katta bo'ladi. Bitta zakaz qilganda, masalan, oddiy bizda mana shu mahsulotlardan 500 xil bor. 500 xil degani 500 xil aboy degani bular. U juda ham aboylari ham qimmat turadi. Keyin bitta zakaz berganda bitta fura zakaz beriladi. Agar kichik sexlar bo'lsa, u oylab qilishi mumkin. Oylab qilingan chog'da o'zi sezon o'tib ketadi.
zakazchi ham yo'qolib qoladi. Chunki bu oyda berilayotgan talab keyingi oyga to'g'ri kelmaydi. Bahor oylarida, yoz oylarida boshqa gullar tanlanadi. Yana qana turlari bor ishlab chiqarilyapti hozir buni? Hozir bular dekor plastik mana qadoqlash jarayonini ko'rsatib o'tamiz. Har bitta liniyadan qadoqlash jarayonlari bu modellar bo'yicha ajratiladi. Upakovchilarimiz mana qadoqlash jarayoni shunday bo'ladi. Qadoqlashadi. O'zimizda brendimiz tushirilgan korobkalarda Diamond Decor panel nomi bilan tanilganmiz. Hamma qadoqlashlarimizni mashq holatda bo'ladi. Bu qayerga ketyapti hozir bu yuk? Bu yuklarimiz ichki bozor. Ichki bozorga. Ichki bozorga tayyorlanyapti. Hozir Namanganga tayyorlanyapti. Bu boshqacha gulmi? Bu boshqacha gulmi deyman? Bu boshqacha gulidan farqlanadi va bu qalin qolibimiz. Bu o'sha 7 lik deb aytdim-ku, haligina 5,5 lik, 6 lik. Bu 7 lik qolib bo'ladi. Bu qimmatroq bo'ladi. Qalinroq bo'ladi. Bu 7 deganda millimetr nazarda tutyapman. 5 millimetr. Qalinroq bo'lgan sari mustahkamroq bo'ladi. Millimetr mana qalinligi. Bu nima tez ishlayapsiz? Chet ellik ekan-da. Ha, bu mehmon. Najmiddin. Najmiddin. Chet eldan mehmonimiz O'zbekiston fuqarosi olishga harakat bu bola. Hozir biz Kremnion seximiz asosan 1 yil, 2 yil bo'ldi O'zbekiston bozoriga kirib keldi. Biz o'zimiz 3D nomi bilan qilamiz. Faqatgina aslida ko'pchilik har xil nom bilan qiladi. Ko'proq ruschasiga rubroveda qovurg'ali ham deb nomlashadi. Uni ham ishlab chiqarish u yog'i bir xil bo'ladi. Faqatgina figurasi farqlanadi. Asnovasi bir xil bo'ladi. Bu yog'i ishlab chiqarish jarayoni dekor plastikdan bir xil. Faqatgina bunda ko'rinish qolipi boshqa. Qolipi boshqa. Chunki xamir bitta-yu, bo'lishga yopdim, katta non yopdim degandaqa, buni qovurg'ali holatda bo'ladi. Buni ustiga aboy yopishtiriladi. Bu S modelimiz hisoblanadi 3D. Endi 3D yo'nalishlarida yana 4 xil, 5 xil modelimiz bor. 3D yo'nalishini o'ziga. Bunga boshqa qaytamiz. Buni 3D ni ko'rsatib olaylik-da davomini. Ro'parada sexga kirsak hozir bu yerda ishlab chiqarish jarayoni hozirgi aytib o'tganimdek 3D mahsulotlari bu yerda ham mana aboylarda farqlanadi. Aboylarda ishlab chiqarish va sizlarga tayyor mahsulot ko'rsatib o'taman. Hozir zakazimiz faqatgina bir xil modelga ekan. Boshqa modellardan ham bor ko'rinishi. Bu masalan S model bo'ladigan bo'lsa, buni santimetri, qovurg'ali holati boshqa bo'ladi. Ularning ko'rinishi boshqa va narxlari ham farq qiladi. Nimaga ko'rinishi boshqacha yo bozor talabi har xilmi? Bozor talabi har xil. Eng katta zakazimiz mana shu S modelga bo'ladi. Bu model qovurg'ani qalinligi, orasidagi gullari bilan farq qiladi. Hozir men sizlarga boshqa modellarni ham orada ko'rsatib o'taman. Bu apparatlar o'zi hammaga tanish. Bu aboylar o'raladi. Ishlab chiqarishga qo'yishdan oldin bu aboylarimiz qayta o'raladi. Bular metri sanaladi. Bular qing'ir qiyshiq bo'lsa, bu mahsulot sifatiga ancha ta'sir qiladigan narsa. O'shuning uchun qayta bu Xorazmdan kelgan tog'amiz ishlaydilar. Bizda ko'p yillik tajribaga ega, aboy sohasida juda ham o'zlarining ustida ishlagan tajribali odam. Chiroyli aboylar tekizlab, metrini o'lchab, ishlab chiqarishga tayyor qilib beradi. O'zi asosan Xitoydan aboylar kelganda ishlab chiqarishga tayyor hisoblanadi. Lekin biz straxovka holatida biz qayta o'rab, uni sifatini tekshirib, mustahkamlikni keyin qo'yamiz. Hali O'zbekistonda aboy ishlab chiqarilmagan. Aboy ishlab chiqarilgan, Ohangaronda ishlab chiqarishni boshlashganda, ulardan ham xitoyliklar bilan birgalikda hamkorlikda 2 yilcha oldin bankrot deb e'lon qilindi, meni bilishim bo'yicha. Chunki hattodan bitta aboy oldik. Xitoydagidaqa sifatli chiqmadi. Demak, hozir sizga agar O'zbekistondan aboy, sifatli aboy, narxi, sifati to'g'ri kelsa, albatta ishlashga tayyorsiz. Ishlashga tayyormiz. Bitta o'zimning nomimni aytmayman. Bu soha vakillari nomidan ham aytaman. Xitoydan ishlagandan ko'ra o'zimizdan ishlaganimiz ma'qulroq. O'zimiz ishlab chiqarishlar tashkil qilinsa, sifatli aboylar ishlab chiqarilsa, biz albatta xaridor bo'lamiz. Dekor plast ishlab chiqaruvchi korxonalarga mana shu dekor plastni ustiga yopishtirilgan aboylar kerak ekan. Mana akam o'zlarini emas, balki dekor plast ishlab chiqarganlar nomidan aytishdi. Albatta. Shu yo'nalishda agar izlanayotgan yoki o'rganayotgan aka-ukalarimiz bo'lsa, bemalol mana Jahongir aka yordam beradi. Albatta. Biz
kontaktlarimiz ham berilsa, o'sha ishlab chiqaruvchilar uchun aboylar ishlab chiqarilsa, juda ham ko'plab biz ham kerak bo'lsa boshqalar kontaktlarini ham beramiz, bir-birlari bilan bog'lanadi. Bu ochiq bozorda talab katta soha. Zo'r. Hech kim aboyga hali qiziqib, aboy tanlangan yo'q. Ohangaronda Kimday ma'lumot berib o'tib ketasizmi shu to'g'risida aka? Albatta, endi aboylar asosan ishlab chiqaruvchilar ikki xil aboylar ishlatadi. Bu ham PVC hisoblanadi. PVC aboylar kliyonka ya'ni. Ha. Kliyonka aboylar bo'ladi. Bu 1 metrlik, 1 metr 10ligi razmerlar bo'ladi. Keyin 20-25 zakazga qarab qilib berishadi. Kesilgan holatda ham keladi. Bu 40liklar, 60liklar zakazga tushib qolsa, biz kattalarini ham zakazga berganmiz. Keyin ikkinchi xil aboylarimiz, ular melamen aboy deyiladi. Ular qog'oz bo'ladi. MDF dekor mahsulotlariga ko'proq qog'oz ishlatiladi. Ular yo'q hali O'zbekistonda. Ular melamen aboydan Xitoydan olib kelamiz. Asosan O'zbekistonda talab katta bular aboylarga. Endi hozir kirgan joyimizga sohasi boshqaligi uchun gapda bo'lmasdan bu yoqqa kirdik. Endi bitta narsani aytib o'tib ketishim kerak. Endi ko'pchilik qurilish qilyapsa, endi hozir biz ko'rayotgan odamlar nimalardan foydalansak bo'ladigan ideyalar keladi-yu. Dekor plast mahsulotlarni, bizning mahsulotlardan foydalanganda bizni gulga yaqin bo'lgan, ularni burchaklari shaklda, patologlarda shakl qilgani bizda plentushlar deyiladi. Chasbaklar ham deyishadi. Ko'pchilik bozordagilar bunaqa narsalar kerak bo'ladi. Bular ham xuddi osnovasi polivinilxlorid, plastikni xamiridan tayyor bo'lgan, o'zimiz tilda aytadigan bo'lsak, shakllari bu Z shaklda. Buni 6lik, 3likdan tortib 10 santimetrgacha bo'lgan razmerlari bor. Bular ham chiqariladi. Uni yoqqan gullari bor, mavjud. Bular gold va yaltiramaydigan holatlar, silver yaltiraydigan holatda gullarimiz bor. Bulardan ham zakaz olamiz va qilib beramiz. O'zimizning mahsulotlarga tushadi mosh, gullari mosh tushadi. Ha. Endi buni O'zbekiston bozorlarida ko'p juda ham tanilgani, bular MDF, osnovasi MDF bo'ladi. Hozirlarga ko'rsataman, o'shalar keng tarqalgan. Bizdagi Andijondagi hunarmandlarimiz hozir mebel sohasidan bu sohaga o'tganlar qo'l mehnat qilib qilishadi. Ular MDF dan qilishadi. Bizda plastikdan bor. Bu plastikdan O'zbekistonda juda ham kam ishlab chiqarishadi. O'sha ishlab chiqaruvchilar ichida biz ham bor. Bemalol raqobatlasha olamiz. Sifatli bo'ladi, juda ham mustahkam bo'ladi. Bu Qashqardan ham keladimi? Import bo'ladi. Qashqardan, Xitoydan keladi bu narsa. Xitoydan import bo'lib keladi, albatta. Biz ular bilan raqobatlashamiz. Ular bilan raqobatlashamiz. Asosan Xitoy bilan raqobatlashamiz bu sohada. Endi mana bu qadoqlash jarayoni, bular ham qadoqlanadi. Bizning har bitta mahsulotimiz Diamond nomi bilan qadoqlanadi. Ikki xillik ko'rsatdim. Hozir bu jarayon bo'ldi. Bu jarayon bo'ldi. Bitta sex bo'ldimi endi? Ikkita sex bo'ldi. 3D bilan dekorlar. Endi ikkita qolyapti. Ketordingmi aka? Ha, endi biz hozir zavodimiz ichiga aylanamiz, kattaroq. 2.3 gektar maydonga ega. Bizda asosan viloyatlardan kelib ishlashadi. Hozir ko'rsatib o'tganimdek Xorazmdan ham kelishadi. Sirdaryo, Toshkentdan oyog'i voha taraflardan kelib ishlashadi. Surxondaryodan bor ishchilarimiz. Va albatta Andijon, Namangan. Bizning zavodimiz hududida 3 qavatli yotoqxona bilan ta'minlangan zavod. Albatta uzoqdan kelganlarga sharoit yaratib berilgan. 5 mahal issiq ovqat beriladi. Ovqatlarimiz hisoblanmasdan beriladi. Masalan, mana soatda men 2 dona tuxum yeysan deydi ko'pchilikda. Bizda unaqa emas. Hamma to'ygunicha oshqozon talabiga qarab ovqatlanishi mumkin. Aka, mana xodimlarni to'g'risida aytsangiz, yana bir savol kelib qoldi menda. Agar mana shu sohani mutaxassislari ko'rgan bo'lsa, o'zi uchun ishlash uchun korxona oqsab yurgan bo'lsa yoki shu mutaxassislar foydalanishga tajriba bilan ulashaman yoki shu korxona bilan ishlayman deb kelsa, ularni xodim sifatida ishga olasizmi? Albatta. Mutaxassis bo'lish shartmi yoki mutaxassis bo'lsa ham yaxshi, bo'lmasa ham yaxshi. Noldan qiziqib bu sohaga o'rganib, masalan, yoshlarimiz chiqadi. Bu sohani ustalari juda ham O'zbekistonga kerakli soha, yangi soha bo'lgani uchun bizda O'zbekistonda ishlab chiqarishga alohida e'tibor bo'lgandan beri, mana o'zgarish ancha bo'ldi, shuncha yillarda ustalarga talab juda ham katta. Masalan, ularda ish haqlari ham katta bo'ladi. Demak, ish haqida nima bo'ladi? Albatta. Ba'zi bir ishchilarimiz o'zimizdan ham ko'proq, kattaroq haq oladi. Endi bu hayot qonuni, chunki ular mutaxassis. Mana hozir bizni qarshimizdagi hozirgi kunda asosan bizni eksportimizni katta qismini tashkil qiladigan, bu ham osnovasi polivinilxloriddan tayyor bo'ladigan, bu har xil nomlarda tekstolit, FVH panel nomlari bilan tanilgan mahsulotimiz bu. Gibki mramor ham deyishadi ko'proq, chunki bu qayiluvchan mramor.
Bular mahsulotlarimiz o'sha avtomatlashtirilgan holatda o'sha 2 ta odam, 3 ta odam bilan bemalol ishlab chiqarish jarayoni shu. Endi mana shu uzoqdan olaveramiz, chunki texnika xavfsizligi borasida. Endi aradan keladi, tayyor mahsulotni o'zi avtomatik ravishda bu yoqqa olib qo'yiladi. Bu chiqqandan keyin jarayon buni ustidan yanada laklanadi, lak chachiladi. Ustidan yaltirashini oshirish uchun. O'zi bu aboylar o'zi yaqindan operator akalarimiz olishsa, o'zi yaltiroq hisoblanadi, bleskli ya'ni. Buni ustiga yanada sifatli bo'lishi uchun buni ustidan lak beramiz. Laklab turib, yanada yaltiratib turib, keyin o'zimizni brendimizni yozuvlari tushirilgan klyonka bilan ustidan qoplaymiz. Shunda mahsulot bozorga tayyor bo'ladi. Aka bu Qaynoq. Yo'q, qaynoq, to'kirga. To'kiradi, uradi. Nima? Razmerini bundan ham katta kichkina qilib beralasizmi? O'zi bozor standarti bo'yicha 280 ga 122 bo'ladi. O'zi ikki xil model bo'ladi. 122 ga 122 ga 244 ham bo'ladi. 122 endi bo'lsa 244 yoki 280 bo'ladi. Bu borada endi avtomatlashtirilgan mabodo kattaroq sakaz tushadigan bo'lsa, aytgan razmerlarda qilib berishimiz mumkin. Sababi qatdan kesishni biz ustalarimiz o'zlari belgilashadi. Masalan, dekor plastikda qiziq holatlar ham bo'ladi-da, ko'pchilik to'yxona qiladi, boshqa qiladi. Dekor plastiklar bozorda, mana shu narsani ma'lumot uchun aytib o'tib ketaman. Standart ravishda 3 metr yo 4 metr yo 6 metrgacha bo'ladi. Uni bo'lishiga sabab biz qadoqlovchi korobkalarimiz razmeriga qarab bo'ladi bu narsa. Lekin bizda hozir ko'rsatib o'tganimizda qaysi necha metr qo'ysa o'sha metrda kesadi. Men o'tgan yili 8,5 metrga zakaz olganman. 8,5 metrda uzilmasdan chiqadi. Plastiklarimiz orada ular tushmaydi. Uni olib ketib olish o'zining muammosi bo'ladi xolos. Uzmasdan chiqarib beramiz. Bu borasida masalan 2 metr, 3 metr xohlagan razmerimizga xohlagansa, xolasa 15 metr chiqaramiz. Seximiz katta 15 metrlikni uzmagan holatda chiqarishimiz mumkin bo'ladi. Mabodo o'sha qurilish sohasidagilar, qurilish sohasida bo'lmasa ham qurilish qilayotganlar, o'sha uzunroq model hayollari kelib qolsa, ishlab chiqaruvchilar bilan bu biz bo'lishimiz shart emas. Maslahatlashsa shunaqa naqalari bor. Nima life hack deydimi? Shunaqa taraflari ham bor. Katta ob'yomda olishadigan bo'lsa, yana gapingiz bo'ldim. Katta ob'yomda. Masalan, bo'yi 280 metrlik uyga dekor plas bozordan olmoqchi bo'lsa, albatta ular 3 metrlikni olishga majbur. 20 santimetrdan har biridan axlat chiqadi, uniga haq to'lashadi, va axlat chiqib ketadi. Katta ob'yomda bo'lsa, zavodlarga zakaz bersa, aytgan razmerlarda 40 dan berishadi. Afsus chiqmaydi. Magazin gapiga ishonmanglar, qilib berishadi. Berishadi. Asosiy endi mana shu. Endi bizni MDF seximiz qolyapti, 3-yil bu. Keyin yana aytib o'tadigan bo'lsak, bitta hozir zapas qilib qo'yganmiz, 40 santimetrlik dekor plaslarimiz mavjud. Bular juda ham mustahkam hisoblanadi. Nima desa bo'ladi? Bular katta zallarga, katta foyelarga, masalan 20 lik, 25 lik asosan bozorda talab bo'lsa dekor plaslarimiz. Ular juda ham kichkinalik bo'lib qoladi ko'rinishidan. Zallarimizga 40 lik, 60 lik razmerlar bo'lsa, masalan zapas qilib qo'yamiz, talab bo'lib qolsa, bularni ham qilib beramiz. Ishlab chiqarish bor. Bozorda juda ham kam talab, lekin biz chiqaramiz. Sizni o'zingizni masalan skladingiz, filialingiz qayerlarda bor? O'zbekiston bo'yicha. O'zbekiston bo'yicha Namanganda katta skladimiz bor, Farg'onada, Marg'ilonda katta skladimiz bor. U yerdan men aytgan joylardan zavod narxida olib ketishlari mumkin. Albatta Toshkentda anaqa Jome kurugida biza katta showroomimiz joylashgan. Showroomimizda chet eldan kelgan mehmonlarimiz uchun va O'zbekistondan mahsulot qidirib borgan odamlar uchun showroomimizda ko'rsatib, hatto ham skladlarimiz mavjud. Zavod narxida olishlari mumkin bo'ladi. Zavod bilan hamkorlikda ishlash uchun faqatgina zavodga kelib biz bilan gaplashishlari shart emas. O'sha aytib o'tganimdek Namanganda, Toshkentda, Farg'onada, Marg'ilon shaharlarida katta skladlarimiz, bizni sotuv menejerlarimiz bor. Ular bilan gaplashamiz. Vohada dilerlarimiz bor. Buxoroda bor, Samarqandda bor. Nechga bitta nomer yozib ketamiz. Bor albatta Jizzaxda. Endi Buxoroda eng uzog'i hozir endi ishlashni boshlaganimiz Qashqadaryodan boshladik va Qoraqalpoqdan kutyapmiz hozir. Bitta ikkita odamlar variantga gaplashilgan, lekin ular bilan hali ish boshlaganimiz yo'q. Qoraqalpog'istondan ham jalb qilib qolamiz. Agar dilerlik sohasi bo'yicha biz bilan bir hamkorlik qilmoqchi bo'lganlar, katta skladlar bo'lsa, albatta sifatli mahsulot yetkazib beramiz. O'zbekistonda juda ham kengayib ketdi bizning sohalar, lekin albatta biz ishlab chiqarishimiz, ob'yomimiz jihatdan, mahsulotimiz sifatidan katta o'rinlarda turamiz. Qoraqalpoqdan uzatishadi bizdan. Albatta Qoraqalpoqda tutamiz sizlarni. Takliflaring bilan.
Hozir biz aytib o'tganimdek MDF yo'nalishidagi sexga kirib kelyapmiz. O'zbekistonda MDF Rossiyadan olib kelinadi, asosan sifatlilari. O'zimiz ichki bozorda men bilmayman, ishlab chiqaruvchi sifatida MDFda eng sifatlilari olib kelinadi. Bu hozir tayyor mahsulotlar bilan ko'rsatib o'tib ketadigan bo'lsak, MDF Dekor Diamond degani bozorda rossiyskiy MDFdan urg'u berib o'tamiz, qimmatroq degani. Sababi bu juda ham sifatli. Biz buni sifati klaydan farqlanadi. Ko'pchilik foydalangan odamlar dekordan o'z uylariga olib borgan chog'larida devor qismlariga yoki patolog qismlariga qo'yishgandan keyin issiqda yoki sovuq ta'sirda orada puzirkalar, havolar kirib qoladi, sifati buzilib qoladi. Bizda unar narsa bo'lmaydi. Sababi hamma sohani o'zini yo'nalishi bo'lgandan keyin biz juda ham qimmat bo'lgan, juda ham sifatli bo'lgan klaydan foydalanamiz. Bu klayimiz orqasidan bizni bozordagi mahsulotimizni sifati rossiyskidan ortib ketgan. Bizda o'zimiz asosan sklatdan oladigan optim klientlarimiz olayotganda diamond yo'q bo'lsa keyin rossiyskiy oladi. O'zi hamma uchun rossiyskiy eng zo'r bo'lib tanilgan, rossiyskiy dekor qilaman degan qurilish qurilish qilmoqchi bo'lganlar hozirgi kunda bizniki yo'q bo'lsa keyin rossiyskiy qiladi. Bizniki undan ortiqroq. Raqobati yangi bo'lgan. Kurashmaymiz. Diamond MDF yo'nalishida Rossiyadan raqobatga o'tibdi. Boshqa brendlarimizni ham iltimos qilamiz. Mana shu Diamondga natijasini qilishdi. Albatta, eng qizig'i buni Diamond dekorga zakazimiz hammadan ham hozir olamiz. Ko'pchilik zakaz bersa, xato bo'lmasini oldindan aytamiz. Bunga ishlab chiqarishimizdan ko'ra talab 2-3 barobar ko'proq. Faqatgina ochiriq bilan olishadi. Buni ochiriqni bir oyga ham borib ketadi. Ular faqat zakazga ishlab chiqariladi, shu hisobda. Biroydan aytib qo'yasizlar ekan. Albatta o'sha. Endi hali aytib o'tganimdek, mana shu sexga kiradigan bo'lsak, bolalarga xalaqit beramiz. Hamma ishlab chiqarishlarimiz mana shu sexda bo'ladi. MDFga doir ishlab chiqarishlarimiz. Naryoqda yordam sexlarimiz bor, markazga qarab turib. Bu MDF dekor chiqarish jarayoni. Xo'p, endi haligi naryoqda aytib o'tganimdek, MDF dekor bilan uyini bezatib, MDF dekordan foydalangan holda remont qilgandan keyin albatta bundan shakllar berishadi. Hozirgi quruvchilarimiz bu shakllarda mana aytib o'tgandek, haligimda plastikdan ko'rsatdim-ku, endi asnovasi MDF bo'lgan shakllar mana. 3 sm dan 10 sm ga bo'lgan G holatdagi, Z holatdagi yoki tekis holatdagi chaspaylar deyshadi. MDF blendlar ham deyishlari mumkin. Mana bularda ham har xil gullar mavjud. Odamlar dibiga qarab turib, ko'pchilik hammani o'zini avtorskiy gullari bo'ladi. Diamond gul esa bozor taniydi. Mana bu har xil rangda. Har xil bitta turi 30 dan oshiq turi bor buni. Hammasi endi hozir zakazga bo'lgani uchun bitta zakazda bitta mashina chiqaramiz. O'shuncha hammasidan namuna turmaydi. Chunki ulgurmaydi. Mana zarli, zarsiz bo'lgan mahsulotlarimiz bor. Mana bu eng kichkinasi aytib o'tganimdek, uchli deganim. 3 sm bo'ladi razmeri. Mana ishlab chiqarish jarayoni mana bu yerda bor. Mana 3 sm. Buni ham ranglari har xil bo'ladi. Bular sotib oladigan dekorlariga qarab yoki uyini ranglariga qarab turib tanlashsa bo'ladi. Buni ham bir 30 xil anaqa tanlov imkoniyatlari bo'ladi. 30 xil nimalari bor? Xillari bor, turlari. 3 sm dan boshlab 10 sm gacha bor. Mana bu chiqayotgan namuna 10 sm lik. Biz o'zimiz har bitta modellarga nom qo'yganmiz. 1060 modelimiz shu bo'ladi. Buni ham har xil ranglari o'sha aytganim 30 xil rangiga qarab, u 30 xil deganimga yarasha buni tagi jigarrang bo'lib, tepasi yaltiroq bo'lsa, tagi oq bo'lib qora yoki tagi qora bo'lib oq, o'shunaqa bo'lib, shunaqa bo'lib turlari ko'payib ketadi buni. Yana bu sohada aytib o'tib ketadigan narsalar juda ko'pchiligiga kerak bo'ladi, borligini ham bilmay qoladi. Biz o'zimizning tilimizda kapalay deb nomlaganmiz mana bu modellarimiz. Bu modellarimiz patologiya dekorlardan foydalanishganda uchburchak shakl berish uchun juda ham yaxshi narsa hisoblanadi. Bular o'sha qoqilayotgan paytida o'rtasidan bo'lingan holatda shaklga kiradi. Bular burchak holatiga keltiriladi. Bu kapalay deyiladi. Bu HDFdan 3 mm bo'lgan materialdan tayyorlanadi. Kapalay degan narsa ham bizda mavjud.
Bunda plastiklarimiz ham bor. Bu kapalak plastiki bo'lmaydi, lekin qolgan hamma modelimizni aytganimiz plastiki MDF deydi. Kapalak faqat MDF da bo'ladi. Akamlarda kapalak borligini, nomi kapalak ekan. Nomi. Ko'pchilik bilmas ekan. Ko'pchilik bilmaydi. Yangi Ichi bo'lsa holatga ag'iga ham bag'iga ham bukiladi bu narsa. Tayyor bo'lgan holatda. Yo'q. Endi ishlab chiqarishlarimiz endi asosan shulardan iborat bizda. Hozir mana shu karantindan keyin asosan ishlab chiqarishimizni qayta rejali asosda bosqichma-bosqich o'sha rivojlantirishga harakat qilganmiz. Hozirgi kunda hamma yo'q rejadagidek ketyapti. Xudoga shukr, bizni ishlarimizdan viloyat hokimi, shahar hokimi, sektor boshliqlari har doim aloqada bo'lib turishadi. Qanaqangi yordam bo'lsa, qanaqangi ko'mak bo'lsa, shu paytgacha berib kelishyapti. Biz asosan eksport bilan shug'ullanganimiz uchun bizga e'tibor katta, imkoniyatlar katta berilyapti. Hozirgi kunda qolgan ishlab chiqaruvchilarga ham endi maslahatimiz kengayish kerak, o'zimizda ishlab chiqarilayotgan mahsulotlarni dunyoga tanitish kerak, eksport sohasiga harakat qilish kerak, rivojlanishimiz kerak. Albatta ichki bozorimiz ham to'yintirgan holatda. Bozorda o'rganib chiqib, endi tadbirkor sifatida maslahat berishimiz, bozordagi talab bo'lgan narsalardan nima ko'proq import bo'layotgan bo'lsa, o'sha import bo'layotgan mahsulotlar ishlab chiqarish uchun O'zbekistonda hamma imkoniyatlar bor. Bo'lmasa izlab topadi, izlagan imkon topadi deydi-yu. Maslahatimiz hamma reja tuzib, tadbirkorlikni ko'paytirib, xalqimizga foydali narsalarni yetkazib berilsa, eksport qilib, kerak bo'lsa Yevropaga eksport qilib. Mana yaqinda Toshkentda investitsiya boshqarmasidan xodimlar kelishdi. Biz eshitishdi. Yil oxirida taklif ham qilishganda davlat rahbari boshchiligidagi gruppalarga, yig'ilishlarga bizni tanishyapti, kelishyapti. Mana yaqinda va'da berishdi, Yevropa mamlakatlariga bir haftaning ichida viza chiqarib, xohlagan mamlakatingizdan showroom tashkil qiling va u yerda biz arendalari, rasxodlarni biz qoplab beramiz. Davlat tomonidan qoplab Davlat beriladi. tomonidan qoplab beriladi deyilyapti. Undan tashqari televideniyada ketadigan reklamalar ham davlat tarafidan qoplab berilyapti. 1000 kvadratgacha joy ajratib berilyapti. Xohlagan davlatimizga. Hatto kirib borishga joyimiz ham tayyor bo'lyapti. Bu ham davlat tarafidan. Uning uchun munosib bo'lish kerak. Munosib bo'lish kerak. Buning uchun mehnat talab qiladi. Avvalo niyatni yaxshi qilib, shuncha odamni ro'zg'ori qaynatishiga hissa qo'shilganiga ham endi Alloh biladi. Nimadir ishimiz yo'q, mehnatimiz bo'lib, shunga harakat bo'lyapti. Albatta e'tibordan chetda qolmayapmiz. Mana bizga sizlar keldilaring, juda ham xursand bo'ldik. Bizda juda ham ko'p mehmonlar tashrif buyurishadi, fikr almashamiz. Albatta hammalari bizni foydamizga tashrif buyurishadi. Xudo xolasa sizlar kelinglar, xalqqa ham foydasiga bo'ladi. Yevropada yurgan vatandoshlarimiz agar o'sha yerda showroomni o'zimiz yurg'izamiz, o'zimiz ochamiz, taklif bersa nima deysiz? Albatta, jon deymiz. Hatto o'zimiz tashrif buyuramiz. Chunki Yevropada biz showroomlar tashkil qilib hozir rejalashtiryapmiz. Zavod ta'sischilari bilan yig'ilishlarda, boshqalarda fikr qo'yilgan. Rejalashtirib Yevropaga chiqadigan bo'lsa, albatta u showroomlarni boshqargani attagi odamlarga ehtiyojimiz bo'ladi. Chunki bizdagi batdagi kadrlar hammasi o'z ishi bilan band bo'ladi. Ishonchli, halol bo'lgan odamlar bilan ishlashga rozi bo'lamiz albatta. O'zbekistonda nima yetishmaydi desa, kadr yetishmaydi deydi. Hozir yetishmaydi, albatta. Hozir hamma joy ko'pchilik aytadi, ishsizlik deydi, hammaga ishish kerak. Bizga ham, boshqaga ham faqatgina o'z ustida ishlagan, harakat qilgan, usta bo'lgan odamga har doim ehtiyoj bor. Xo'p, xodimlarga nima tavsiya berib ketasiz shu yerda? Mana shu sohani yetuk mutaxassislari bo'lsa yoki tajribasi kamroq bo'lsa ham yoki o'rganishni boshlagan yoki qiziqqan bo'lsa xodimlarni jalb qilib qolamiz. Albatta uni sohani o'rgatgani bizda O'zbekistonda juda ham kuchli bo'lgan ustalar bizda mavjud. O'zimiz olib kelamiz ular shartnoma bilan. Ular o'zlari o'rgatib, sohani o'zlari usta darajasiga olib chiqishadi. Avvalo o'zini o'quviga bog'liq. Harakat qilgan albatta o'rganadi. Hatto 5 yil, 6 yil davomida ishlab turib, faqatgina oddiy ishchi bo'lib ishlab yurgan xodimlar ham bor. 1 yil, 1,5 yilda katta usta darajasiga chiqqan bolalar ham bor. O'zini nimasi endi? Qiziqishiga, o'zini qobiliyatiga bog'liq bo'ladi, izlanishiga. Ko'pchilik keladi-da, ish vaqti tugashini tezroq ketsa-yu kunim o'tsa deydi. Ko'pchilik keladi, ish vaqti tugasa ham anoni qilib olay, buni qilib olay deydi, o'zi ajralib qoladi. Biz ishda nima deydi, xodimlar bilan ishlovchi odam sifatida biz o'shalarga e'tibor beramiz, qiziqishlariga, boshqalariga. Qaysi odamdan ish chiqadi, chiqmaydi, bemalol ajratib olamiz. Chunki o'zini harakatlariga, qiziqishlariga, ko'zlariga qarab ajratib olamiz.
hali bala boshidan ma'lum degandek xodim ham Albatta, boshidan albatta xodimda ishlashi biz o'zi bu sohada yursangiz psixolog bo'lib ketar ekan. Odamlar kelishadi, o'sha birinchi suhbatlashganingizda u odam qanaqa ish beradimi, yo'qmi, boshqami biz o'zimiz suhbat davomida uni joylarini belgilaymiz. Qay darajada usta bo'lganini ustalardan so'raymiz, keyin ishlab chiqarishda o'zini ko'rsatayotgani hamma yo'qni hisobga olib, ish haqlarini ham o'zimiz belgilab oshirib boramiz. Bizda asosan 70% ishchilar o'zini ish haqqini o'zi oshirmagan, biz oshirganmiz. Ya'ni kim ishidan kelib chiqib, vijdonan usta bo'lgan sari ish haqqini oshirib, uni o'ziga loyiq bo'lgan haqda bermasangiz, uni ushlab tura olmaysiz. Chunki hammani haqqini bersangiz, siz ham haqqingizni olasizda. Albatta rozilik birinchi o'rinda. Biz albatta ishlab chiqarish korxonamizda oziq-ovqatdan muammo yo'q. Uzoqdan kelishsa, Sirdaryodan mana kelishyapti, Xorazmdan kelishyapti. Yotoqxonalar bilan ta'minlaymiz, oziq-ovqatlar bilan ta'minlaymiz. Endi ko'pchilik bizni ko'rib, bizniki ishlarimiz uzoqda deyishi mumkin-da. Qiziqi boshqa bo'lib, uzoqlab borib ishlashga qanaqa sharoit bo'lish deyishi mumkin, fikr kelishi. Chet elga borib ishlashyapti mana. Albatta chet elga ham borib ishlashyapti. Bu endi o'zimizda ham ishlab chiqarish bitta manbas, qolgan ishlab chiqaruvchilar bilan gaplashsa, qiziqsa, bu sohada harakat qilsangiz o'sasiz. Harakat qilib, birinchi o'rinda niyatni yaxshi qilib, o'sha farzandlarning kelajagini yarataman deb o'zini rizqini topish uchun halol mehnat qilsa, o'zini qadrlasa, vaqtini qadrlasa avvalo bir narsaga erishadi. Bizga o'xshagan ishlab chiqaruvchilarni o'zini o'rnini topib, kelajakda bizga o'xshagan tadbirkor bo'lib ketishi mumkin. Karvon ko'p rizqi bo'lib, hammaga Alloh beraman desa hech gap emas. Hamma tadbirkor ham boy bo'lib, tadbirkor bo'lib tug'ilmagan, harakat qilib, mehnat bilan erishgan bo'ladi. Natijasi. Albatta, hammasi. Loyihamiz bir eng qiziq joyi bor-da. Aha. Sizdan oldin Zara Tekstil korxonasiga biznes tashrif qilganmiz. Zara Tekstil korxonasi o'zlari ishlab chiqargan mahsulotdan sizga sovg'a sifatida yuborishgan. Hikmatullo, sovg'ani olib keling. Juda ham zo'r. Zara Tekstil o'zlari ishlab chiqarilgan mahsulotlarni pastellaridan Katta rahmat. berib yuborishgan. Ishlariga omad tilab qolamiz. Ular bilan ham sovg'alarni qabul qildik, omonat yetib keldi qo'limizga deydimi. Ishlariga omad, haloldan baraka bersin. Yanada ishlari rivojlanib, butun dunyo tan oladigan darajada ishlashga Xudo xolasa Alloh qodir qilib qo'ysin. Unda biz ham beraylik endi. Bizdan keyingi holatga an'anani davom ettirgan holatda bu zo'r. Bizdan keyingi Korxonaga, sizga korxonaga biz nomimizdan sovg'a bo'lmasam Diamond Decordan ham oldik mana. Albatta. Marafon davom etyapti. Eng qizig'i. Ishlarga albatta omad, juda ham xursand qildilaring. Biz ham korxonamizga e'tibor bilan tashrif buyurganlaringizga xursandmiz. Katta minnatdorchiligimizni izhor qilib qolamiz. Xudo xolasa tadbirkorlar ko'payaversin, loyihalaringga omad. Rahmat sizga. Kundan kun tadbirkorlar sizlarni aylanishlaringdan ko'ra ko'payib ulgurmay qolinglar deydi. Hammani ishlariga haloldan baraka, hammaga omad tilab qolamiz. Rahmat kattakon. Albatta yo'llaring tushsa kutib qolamiz. Shu bahonada tadbirkorlarga ham, xalqqa ham murojaat qilamiz. Kim bo'lsa yo'li tushsa mehmondorimiz deymiz. Chiroyli qilib mehmon qilib kuzatamiz. Xursandmiz kelganlaringdan. Ishlarga omad. Rahmat.